Assalomu alaykum. Teletsilarimizni ko'ramiz, ya'ni buzoq burchi vakillari. Bugun 10-iyul. Men sayohatda edim. Tabriklayman. Maza qilib dam olib keldim. Endi esa karo bashoratini sizlarga ochib berishni qaror qildim. Bu issiq kunlarda sizlarga ham yaxshi dam, yaxshi hordiq chiqarishlaringizni tilab qolaman. Teletsilarimiz, buzoq burchi vakillari, sabr burchi vakillari. Oy boshlanishi, maqsadlar sari intilishingiz, ehtiyot bo'ling yolg'onlardan. Ayniqsa erkak kishidan kelayotgan yolg'onlardan. Bu oyda sizga keladigan har bitta informatsiya, gap, hammasini tekshirishga, hammaga ham ishonib qolmaslikka harakat qiling. Sizni oilaviy hayotingizga, shaxsiy hayotingizga juda ham ko'p yolg'onlar, intrigalar kirib kelishi mumkin aqlingizdagi insondan. Xo'p, ishlaringizda nimalar kutilyapti? Ishlaringizda noma'lumlik ko'proq, ko'p o'ychanlik, shu ishingizda deb ko'p uyqusizlik sizda ro'y berishi mumkin. Lekin siz har bitta qiladigan qadamingizni, ishlaringizda sir tutishga, maqsadlaringizni sir tutishga harakat qilinglar. Ozgina ishlaringizni natijasi sizni qoniqtirmasligi mumkin. Bu balki sizda sirli dushmanlar paydo bo'lganidan dalolat bo'lishi ham mumkin, lekin siz o'z omad yulduzingizga ishonishingiz kerak bo'ladi. Buzoq burchi vakillari va imperatrica kartasi. Baribir omad va baxt siz tarafda bo'ladi. Lekin baribir ishlaringizda ehtiyot bo'lingki, sizda ko'rolmaslik, sirli dushmanlar, chetdan sizga tosh otayotganlar bo'ladi. Shaxsiy hayotingizda iloji bo'lsa, o'zingizni iyul oyida shaxsiy hayotingiz uchun, yaxshi bir baxtingiz uchun, aqlingizdagi inson bilan munosabatlarda o'chiriqlar, ya'ni tozalovlar munosabatlarda qilishda harakat qiling. Yoki sizda yana yangi munosabatlar qurishga ozroq qo'rquvlar bo'ladi va munosabatlarda uchinchi shaxslar aralashuvi ko'p bo'lishi mumkin. Baribir kimgadir yangi sevgi, yangi munosabatlar ham ko'ryapman. Shu yangi munosabatlarga, yangi taqdiringizdagi insonga sovuqqonlik bilan qarashi, ishonchsizlik bilan qarashingizni ham ko'ryapman. Maslahat kartasida nima deyiladi? Ko'proq o'zingizni energiyangizni ishga, o'zingizni maqsadlaringizga berishingiz kerak. Qiyinchiliklardan o'tishingizga sizga yaxshi bir hamrohlar, yaxshi hamkorlar kelishi mumkin. Sizni ishingizni muammolaridan chiqishingizga yordam beradigan insonlar bo'ladi. Ishingiz uchun juda ham kurashuvchi pozitsiyada bo'lishingiz kerak. Siz g'olib bo'lasiz. G'oliblik kartasi ham tushyapti sizlarga. Agarda sizni ishingizda qanaqadir bir jang, ya'ni kurashuv ketayotgan bo'lsa, o'zingizni pozitsiyangizni, o'zingizni ishxonangizda, o'zingizni ishlaringizda kurashuv ketayotgan bo'lsa, siz g'olib bo'lasiz. Lekin bu g'oliblik sizga o'ta qiyin va muammoli darajada kelishi mumkin. Oy yakunida sizda juda ham shijoatlik energiyasi ham bo'ladi. Siz hammasiga ulgurishga, shaxsiy hayotda ham, uydagi ishlaringizda ham, ko'chadagi ishlarga ham ulgurishga harakat qilasiz. Juda ham pozitiv energiyada ham bo'lasiz. Juda ham shijoatli energiyada ham bo'lasiz. Manipulyatsiya. Qarang, sizda
Bu oyda hujjatli muammolar, hujjatli tashvishlar ham juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Hujjatlaringizga ehtiyotkor bo'lishingiz kerak, yo'qotib qo'ymaslikka. Hamma hujjatlaringizni o'z joyida, kerakli joylarda saqlashingizni maslahat berar edim. Shunaqa ochirim bo'ldi. Bizni cheletsalarimizga ham omad va zafarlar tilayman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.